Hammaga assalomu alaykum. Так, charchamay. Так, gubka Spark. O'tiradigani приблизительно 120 ming 130 ming sotishayotgan ekan. Spinkasi почти 160 mingga chiqib ketibdi. Buni ikkala sideniyasini ham almashtiramiz. Gubkasini chexol bo'lmaydi dedim. Chexol уже o'tiradigan sostoyaniyasi ham qolmadi to'g'risini. Charchamayman, salonlar ichi yaxshi chiqsin. Yaxshi bo'lishi kerak. 2 yil burun o'zim yig'uvdim bu mashinani. Xizmatli bo'lsa aloqadamiz. Tak, narxiga kelsak, rasxodi bilan ikkita sideniya 250 ming bo'ladi ish haqqim, rasxodi bilan. И plus men bilan. Buni endi o'zinglar olib kelasizlar. Ko'pchilik narxini so'rashadi. Ikkita sideniya plus anaqa fiksator olinadi. 250 ming bo'ladi ikkita sideniyasi, charchamaydi.